Eng arzonida, kechki bozorda eng arzon narxda Jetaur Dashing avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 26 000 kilometr masofani bosib o'tgan. Xo'p, kapoti, krillosida kraskasi bor, qolgan joyda yo'q ekan, lekin oldidagi kraskasi bor joylari ham udar ichiga o'tmagan dotili, bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. Firmini diskalarda yaxshi holatda balonlar turibdi. 1.6 full varianti, hamma narxi bor, 360 beskulchovoy, slipoy zona hammasi bor. 1.6 full variant, qiriladigan joylar laminatsiya qilingan ekan, poliklar solingan, polni elektropaket. Salonlari cho'tki holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin, ruskiy tekstlarda hamma opsiyalar ishlayotgan ekan. 26 400 kilometr bo'libdi. 2023-26 ming yurgan 1.6 full Jetaur Dashing. Xo'p, eng arzonida mashina olib maza qilib haydashingiz uchun 18 300 ga beraveramiz, ulgurib qolinglar, bosib olinglar. Wildmister V6 avtomobili, elektromobil 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 38 000 kilometr masofani bosib o'tibdi. Mashinani kamchiliklari bor, defektlari bor, lekin kraska sepilmagan. Defektlarni aytib o'tamiz. Mana bamperda yoruq bor, farasi singan. Farasini oynasini o'zini alishtirsa ham bo'ladi. Mana bunda rixtovka qilib qo'yishgan ozgina. Laboyda treshina bor. Mana bu yerda ozgina qirilib qolgan joy bor ekan. Mana ham orqasida bor. Buni ham metina to'g'rilasa bo'ladi, bamper sepsa detalga kirmaydi. Xo'p, 360 kameralari, abagrev oynalari, hamda vijash ruchkalari bor. Navrotlari yaxshi. 520 km zapas xod ko'rsatgan elektropaket. Pultlari panoramali. Hamma yog'i ishlar ekan. 38 000 probeg, 22-yil. Xo'p, bunaqa mashinalarni yurganlariga, lekin prosta defekt yo'qligi uchun 20 000 atrofida so'rab o'tirishibdi. Eng arzonida olib mayda judasi qarab olsangiz bo'ldi, ishlim balonladi. 12 900 bosib olinglar. Nissan L9 Max avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning kraskalari top-toza ekan, hech qanaqa sepilgan, pitno-mitno joyi yo'q ekan. Mordalari broni plyonkada turgan ekan. Xo'p, lidarlar bor o'zi, eng full Max bo'lgani uchun, mana dugalar ham qo'yilgan ekan. Michelin balonlarda o'zini radnoy diskalari turibdi. Laboyda treshini ko'rdim, tonirovkalari bor ekan. Xo'p, hech qanaqa kamchiligi yo'q, hamma narsasi ishlaydotdilar. Paroglari ham bor, faqat funksiyasidan o'chirib qo'yishibdi. Ishlar ekan, uni bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. Poliglar solingan, aktikali solingan. Monitorlar, panoramali. Max 2023 53 ming yuribdi probegi. Hech qanaqa kam ko'sti yo'q ekan, kraskasi toza ekan. Hamma yog'ini bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. Eng spros katta mashinalardan bittasi. 2023 53 ming yurgan, kraskasi toza, L9 Max. Hop, eng arzonda olib haydashingiz uchun 46 900 bosib oling. BYD Champion avtomobilini full 605 km yuradigani elektr varianti 2024-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 19 000 km masofani bosib o'tgan. Paroglari bor, NFC 360 beskulchoylari bor, tonirovka razishnalari ham, slipoy zonalari ham hammasi bor. Salonlarning holatidan o'tiribdi. Poliklar hamda aktikali taqilgan, pultlari, NFC kartalari ham bor ekan. Panoramali displey ham eng kattasi 19 300 yuribdi. Xo'p, mashinani kapot, krilo eshigida bor. Mamitiga ham ozgina pitno o'tgan, общий 3 ta detal, mana bitta pitnochi bo'lyapti. Udari yo'q, ichiga o'tmagan deyaptilar. Bemalol tekshirib olasizlar. Detallarni hammasini yangi qo'ygan ekanlar. O'zinikini vastan ayt qilib, taqir-tuqir qilib shpaklovka qilinmagan ekan. Xo'p, labovoyda ham mana shu joyida o'rtasida treshina ko'rdim. Xo'p, mana shu etilganlardan boshqa ayb yo'q ekan. Bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. Eng arzonida olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 21 500 bosib oling.